Yonboshlab quliydigan bo'lsangiz, sizni bo'g'imlaringiz 7 soat ichida qiyshayishga olib kelishi mumkin. Matras tanlashda birinchi navbatda qulayligiga e'tibor berish kerak, chunki siz uchun qulay matras sizga moslashadi va uyqungizni sifati oshadi. Mendan ko'pchilik so'raydi, ortopedik matras yaxshimi deb. Ortopedik matras osmonga qarab quliydiganlarga, vazni og'ir bo'lgan mijozlarga juda ham mos keladi. Lekin siz u matrasda yonboshlab quliydigan bo'lsangiz, sizni bo'g'imlaringiz 7 soat ichida qiyshayishga olib kelishi mumkin. Demak, yonboshlab quliydiganlar uchun anatomik matras, osmonga qarab quliydiganlarga ortopedik matras. Ikkinchi navbatda xomashyo va xavfsizlik hisoblanadi. Chunki ishlatilayotgan xomashyolarni qanaqa ishlatilganligini siz yaxshi bilsangiz, matrasingiz sifatli bo'ladi va xavfsizlik jihatiga keladigan bo'lsak, unda ishlatilayotgan narsalar balkim siz uchun foydali yoki zararli bo'lishi ham mumkin. Uchinchi navbatda sifat va kafolat hisoblanadi. Sababi siz yaxshi sifatli matrasni xarid qilganingizdan keyin sizni u tanangizga yaxshi moslashadi va uzoq yil xizmatingizni qiladi. Kafolatga keladigan bo'lsak, yaxshi kafolatlangan kafolat taloni bilan matras olsangiz, uzoq yil siz ham xotirjam bo'lasiz, matrasingiz ham ko'p yil sizga xizmat qiladi.